Xabaringiz bor, har yili dekabr oyining 15-sanasida respublikamizda an'anaviy tarzda vatanparvarlik oyligi tadbirlariga start beriladi. Shu boisdan Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlarida umumiy o'rta ta'lim maktablari bilan hamkorlikda turli vatanparvarlik tadbirlarini tashkillashtirish yanada jadallashtiriladi. Jumladan Toshkent shahar Yashnobod tumanida joylashgan 161-umumiy o'rta ta'lim maktabida Milliy armiya ona yurt qalqoni tinchligimiz posboni shiori ostida amaliy tadbir tashkil etildi. Unda davlatimiz chegaralarini qo'riqlashda qahramonlarcha halok bo'lgan harbiy xizmatchilarning yaqinlari, faxriylar, ustozlar va o'quvchi yoshlar ishtirok etishdi. Dastavval tashrifchilar va mezbonlar o'rtasida samimiy uchrashuv tashkil etilib, unda faxriy harbiy xizmatchilar va qahramon chegarachi mayor Elyor Choriyevning onasi tomonidan o'quvchi yoshlarga vatan tinchligi eng oliy ne'matligi, uni asrab avaylash esa bugungi kunning eng dolzarb vazifalaridan biri ekanligi, shuningdek yangi O'zbekistonning kelajagi yoshlarning bilim salohiyatiga bevosita bog'liqligi ta'kidlandi. Bugungi tadbirimizda o'z xizmat vazifalarini bajarish chog'ida vafot etgan qahramonlarning nomlari tilga olindi. Shular qatorida mening o'g'lim Choriyev Elyorjon ham nomi tilga olindi. Men bundan juda ham xursand bo'ldim, chunki mana shunday qahramonlarning nomlari tilga olinib, yod etilib, mana shu yoshlarimizga ularni qilgan jasoratlari yetkazib berilsa, yoshlarimizda vatanga nisbatan muhabbat tuyg'usi shakllanadi. Yana shuni aytib o'tish kerakki, mana shu vatan uchun jonini qurbon qilgan qahramonlarning nomlari abadiylashtirilmoqda va ularning oila a'zolariga prezidentimiz tomonidan yordamlar ko'rsatilyapti, e'tirof etilyapti. Mana shu qilinayotgan amaliy yordamlar uchun, amaliy ishlar uchun Prezidentimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Tadbir doirasida o'quvchi yoshlar o'rtasida tashkil etilgan ko'rik tanlovlar ham murosasiz kechdi. Milliy armiya ona yurt qalqoni tinchligimiz posboni mavzusida insho va rasm chizish tanlovi, shuningdek shaxmat musobaqasida o'quvchi yoshlar o'zlarini bilim va mahoratini namoyon etishdi. Insholar tanlovida ijodkor o'quvchi yoshlar bugungi kunda milliy armiyamizning kuch-qudrati, harbiy xizmatchilarga bo'lgan ishonchni so'zlar yordamida ta'riflashgan bo'lsa, rasm chizish tanlovida iqtidorli o'quvchilar tengdoshlarining fikr va mulohazalarini o'zlarining chizgan rasmlarda turli ranglar yordamida tasvirlab berishdi. Shaxmat taxtasida kechgan qarama-qarshiliklar ham bahslarga boy bo'ldi. Unda ishtirok etgan o'quvchi yoshlar g'oliblik marrasi uchun munosib kurashishdi. Taqdirlash marosimida esa ko'rik tanlov g'oliblariga diplom va qimmatbaho esdalik sovg'alar taqdim etildi. Tadbirning badiiy qismi yanada qiziqarli tus oldi. Unda maktabning iqtidorli o'quvchi yoshlaridan tashkil topgan Jasorat sinfining temuriylar jamoasi tomonidan ko'rgazmali qo'l jangi chiqishlari namoyish etildi. Men shu maktabning Jasorat sinfida o'qiyman. Bugungi vatanparvarlik tadbirida biz sinfdoshlarim bilan qo'l jangi ko'rinishlarini namoyish etdik. Kelajakda men ham harbiy xizmatchi bo'lib, davlatimiz chegaralarini munosib qo'riqlayman. Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlarining namunali ko'rgazmali orkestr sozandalari hamda harbiy ansambl xonandalarining vatanni madh etuvchi kuy va qo'shiqlardan tashkil topgan konsert dasturi yig'ilganlarga ko'tarinki kayfiyat ulashdi. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan yoshlarning bilimiga katta e'tibor qaratilib kelmoqda. Shu munosabat bilan maktabimizda vatanparvarlik tadbiri tashkil etildi. Ushbu tadbirda Jasorat sinf o'quvchilari ham munosib ishtirok etishdi. Bu kabi tadbirlar yosh avlodda munosib izdoshlar tayyorlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Albatta, bu kabi tadbirlar yoshlarning vatanga bo'lgan sadoqati, harbiylik kasbiga bo'lgan qiziqishini yanada oshirishi shubhasizdir.